Ahmoq odam florani davolaydi. Mana kechasidan tiqishib spermani olib kelib topshirishadi. Voy, xronический prostata. Kichkina tuxum bilan kelasizlar, sperma necha kun debda chiqadi. Assalomu alaykum. Bizani anchadan beri yo'qotib qo'ygansizlar. Xabarimiz bor. Biz mana yana boshqatdan sizlarga yengilliklar bilan kirib keldik. Hozir mana bugun sizlar uchun imennoy kontent olamiz. Bundan oldingi videolarimda ko'p narsani gapirganman. U narsalarning hammasidan xabaringlar bor. Ko'p roliklar men chiqarmayman. Chiqaraman asosiy narsalarni, kerakli narsalarni tochkasiga urib chiqarib berganman. Hozir shuni davomi bo'ladi. Yana o'sha gaplar bo'ladi. Gipoplaziya to'g'risida gapiraman, endometriy to'g'risida gapiraman. Обязательно flora, gribok, trixomoniaz to'g'risida обязательно gapirib o'taman, chunki haligacha shuncha gaplarni gapirganimdan keyin ham haligacha hech kim urg'u berib shu narsani ustida ishlayotgani yo'q. Har doim aytaman. Morfologiyalar noto'g'ri chiqdimi, morfologiyani, florasini yoki spermani florasini kimdir tekshirmadimi, uni hech qachon sizlar borib olib davolashga urinmanglar. Ahmoq odam florani davolaydi. Gribok не лечится, он очищается. Gribokni просто tozalash kerak. Uni limfadan просто очищение qilish kerak. Sizlar qanaqa qilasizlar? Sizlar sitoanaliz bilan kelasizlar, mazok analiz bilan kelyapsizlar-da, mazokka lecheniya qanaqasi yo'q. Mazok ko'proq chiqdimi, lecheniya qilasizlar. Uni hech qachon lecheniya qilish kerak emas. Bu narsani hozir boshida gapirib o'tib ketishim shart. Bundan keyin spermani ham gapiraman, chunki sperma uzviy bog'liq flora bilan, leykotsit bilan. Menga keladigan ko'p bemorlar spermani noto'g'ri topshiradi. Ya'ni qanaqasiga? Mana kechasidan tiqishib spermani olib kelib topshirishadi. Tak nельзя делать. Bu birinchi fakt. Ikkinchi fakt. Yo'lda kelishyapti, hojatga kiradi, конечно, естественно, hojatini chiqaradi, on pisid, mana ko'rsatib ketaman. On pisid 2-3 marta hojatga kiryapsizlar-da, kelib spermani topshirib, как это? Spermani kelib olib topshirmanglar. Kelasizlar, hojatga yana kirasizlar, tahorat qilasizlar, qatini, golovkasini tahorat qilib tashlash shart. Bo'lmasa sizlar menga leykotitni ustidan sperma oqsilni haydab berasizlar. No, естественно, agar sizlar menga shu analiz olib kelmasanglar, sizlar kimgadir toza bo'sh bo'lib ketasizlar-da. Leykotsit katta chiqadi, слишком. Keyin qanaqa bo'ladi? Buni vrachlar ko'radi-da, voy, xronический prostata, shamollab o'tib ketibsiz-ku deydi. Aslida unaqa emas. Unaqa o'qilmaydi analizda. Men ko'p narsani gapira olmayman, lekin ko'p narsani o'zimga pozolat qila olmayman gapirishni. Men ko'p informatsiya bergim keladi sizlarga. Men oddiy, bitta sizlar tushunadigan tilda konkretika bilan kiryapman. Eslab qo'yinglar. Golovkasini yuvib keyin sperma topshiringlar. Tushuntira oldim? Golovkasini yuvib bo'lib keyin sperma topshiringlar. Это очень важно, важный моментlar. Ikkinchi momentlar. Ayollar xuddi shu mazokni topshirayotgan yuvinib kelasizlarmi? Ayollarniki naborot yuvinmasdan topshirish kerak. Ayollar naborot florasini mazokini yuvinmasdan topshirishi shart. Tushunib oldinglar? Men analizni ko'rib, mazokdan kelib chiqib, men protokol lecheniya yozib beraman. И то lecheniya bo'lmaydi bu narsa. Это birinchi o'rinda bu очищение bo'ladi. Sizlar menga borib tozalab kelmaguninglarcha oqib ketgan, sasib ketgan narsani bu hech kim davolamaydi. Men hech kimni повышенный ацетонini yoki повышенный leykotitini, у меня нету времени, menda желание yo'q bu narsani davolashga, chunki bu narsa davolanmaydi. Shu narsani bilib olinglar. Yana bir marta qaytarib o'taman. Hamma kontentlarimda roliklar, o'zi kam u roliklar, 5 tagina, 6 tagina roliklarda gapirib o'tib ketganman. Gipoplaziya o'zidan o'zi bo'lmaydi, nasliy bo'lishi mumkin tug'ma. Shuning uchun bolani olib kelishganda ota-onalar kichkina tuxumlari bilan olib kelishganida обязательно urg'u berish shart. Nimaga? Sigirga. Sigir kim? Sigir ona. Shu odamni tuqqan ona. Sigiri kartasini chizmagunimizcha biz bola bilan ishlaymiz. Hech nima shunaqaman. Men anamnizni ko'rib shunday o'qishni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun 3 ta analiz bilan sizlar 33 ta narsani bilib chiqib ketasizlar. Men sizlar uchun bugun vrachimizni Belorussiyadan imennoy qilib chaqirtirib, meni ishimni davomiy shunaqa ish boshladim, oqsillar bilan ishlashni, ya'ni hujayra yengillash bilan ishimni boshladim, faoliyatimni buni bilasizlar sizlar. Da, to'g'ri. Nimadandir boshlab oqsillarim bilan sekingina kirishib kelganman. Birinchi Covid paytida ginekologiyani olib kirganman. Hamma jihat bo'lishni boshlagandan keyin ko'p hol
bo'lgan. Ikki xatlar paydo bo'lish boshlagandan keyin dальше urologiyaga o'tib ketganman. Shu darajagacha yetdimki, kriptarxizmgacha tushdim. Haligacha ishlarimni hech kimga o'rgatgan emasman, hali o'rgatayotganim yo'q. Ishimni qilib kelyapman. Gipoplaziyani men gapirib o'tib ketmoqchiman. Gipoplaziya juda ham важный faktor, sababi menga kelganidan keyin meni orqada qanotim yo'q, men sehrgar emasman. Kichkina tuxumdan tug'ilib olib, kichkina tuxumdan kelasizlar, necha marta sizlar uni jarrohlik qilgan bo'lasizlar, necha marta har xil vrachlarga murojaat qilgan bo'lasizlar. Yo'q, unaqa narsaga men ahamiyat berib, o'sha narsadan kelib chiqib, itob qilib, xulosa qilib, men unaqa lecheniyalar qilmayman. Yo'q, men obnovleniya bilan ishlayman-da, men hujayra yangilash bilan, to'qima yangilash bilan ishlayman. Men hech kimni sassig'ini bo'lmaydi u narsa. U lecheniya qilganingiz bilan ta'sir qilmaydi bu narsa. O'shaning uchun erkak kishi kelganida, kichkina tuxum bilan kelganida, sразу aytaman, tak, tuxuming kichkina ekan, sperming necha kun debda chiqadi? 4 kun, 5 kun debda chiqadimi? Bitta tuflagangda chiqadi-da sperma. Ha, mana shunda bormi holating deyman. Mana shuncha bormi deyman. Bor deydi. Keyin boshqacha ish qilamiz. Birinchi o'rinda seni ta'minlaydigan narsam, men tomonidan senga bo'ladigan yordam, bu yerga kelgan любой erkaklarga qaram aytaman. Birinchi erkak bo'laring, keyin birinchi sezgin, erkakligingni sezgin birinchi, keyin birinchi tuxuming ozgina объемga kirsin. Kiradi. 100% kiradi. Объемga kirsin. Spermani sezgin nimaligini, sperming ko'paysin, u quyuqlashsin. Chunki gipoplaziyada ko'p holatda sperma как суды. Ее нету там, семенной жидкости почти нету. Семенной жидкости man 30 kun, 40 kunni ichida men uni ko'taraman. Семенной жидкости ko'targanimdan keyin ereksiya yaxshilanadi, libido ko'tariladi. Ana undan keyin gipoplaziya bo'lib turgan yitsolarda, tuxumchalarda keyin ichini olib, tezi qilib, ichidan urug' qidirsa bo'ladi, yarashadi. Lekin sizlar borasizlarda kichkina tuxuminglarga sperma chiqmayapti, kelinglar tezi qilib ko'ramiz deb, tezi qilish uchun kelasizlar, объемinglarni ko'taraman, spermani объемini ko'taraman, keyingina tezi qilsanglar yarashadi. Даже eko ham xuddi shunaqa. Пока kletka spermatogenezga olib kirmagunimcha eko ham qilolmayman. O'shaning uchun har bitta paralar juda ko'p eko qilishgacha menga murojaat qilib keladi. Men конечно g'ururlanaman, chunki я это делаю. Endi shu ishni qilib kelyapman, men ishimni sizlarga просто batafsil tushuntirib, poetapno o'tib ketyapman. Bu ishni qildim, sperma ko'tarildi, foiz emas, объемda ko'tarildi, seminariya jidkость, tuxumlar o'sdi, yopishib tiklandi. Menga kerak o'sha erkakni motivatsiyasi. Motivatsiyaga ishonmayman, menga disiplina ko'proq yaxshi. Men disiplinaga ishonadigan odamman. Я требую дисциплину, motivatsiyaga men ishonmayman. Demak, erkak keladi, u menga yordam beradi. Men unga ozgina disiplina bilan yordam bersam, sen erkaksan, davay spermani ozgina sezgin, erkaksan, yotishlarni bilgin, qanaqaligini, bosim bilan bo'shanishlarni tushungin, ты должен это понять. Buni чувствовать qilishing kerak deb turib, конечно, menga yordam beradi. Ularda gormonal fon o'zgarishi boshlaydi. Tushunasizlarmi, qanaqa yordam berasizlar menga? Shuning uchun sizlarga shunaqa motivatsiya berib o'tib ketiladi-da, чтобы sizlar keyinchalik menga yordam berishingiz uchun. Ana undan keyin, bu muolajalar o'tgandan keyin, ana keyin ekoga borsang yarashadi deyman. Nimaga? Chunki ular sizlar kelganlarda sizlarda kletka bo'lmaydi. Именно azospermiyada umuman kletkalar bo'lmaydi. Kletkani chiqarganimdan keyin yarashadi, borib tezi qilsanglar, yarashadi, borib urug'ini ko'rsanglar. Chunki bu yerda urug' ko'tariladi. Ya'ni tuxumni ichida. Tushuntira oldimmi bu holatda? Мы с доктором Дильнозой Алиевой активно в этом поводе совместно работаем. Доктор Дильноза Алиева взялась и несет такую как бы непосильную ношу. Она занимается пациентами с тератозооспермией, с тяжелой патологией, с морфологической патологией, с тем, когда вообще у нас сперматозоида в яичке нету. И на самом деле, как я говорю, запустить этот локомотив, поезд, когда он уже полностью остановился, крайне бывает сложно. Поэтому хочу сказать и призвать, она большая молодец в том, что берется за эту группу пациентов, пытается с ними добиться успехов и добивается успехов. Вот, потому что полечить такую группу пациентов крайне сложно. С учетом того, что эта патология, она несет и требует глубокие знания и эндокринологии, и анатомии, и физиологии мужской репродуктивной системы, и андрологии в целом. То доктор Алиева тоже по авторской методике занимается восстановлением и лечением микробиоты своими запатентованными
методами. И поэтому, когда она подготавливает супружеские пары, как мужчин и женщин, для зачатия, очень важно и правильный глубокий подход, именно правильное восстановление микробиоты, подготовка для того, чтобы в последующем, в том числе при проведении программ БРТ, таких вопросов не было. Это очень важно. turkiya unasiz qozola bor bora qiyshayib boradi. maya qarang ozgina yordam bering manga vrachchi mana shunday ushlavollaring deyman shu darajada 9 yildan beri bolasi yo'q antibiotik bilan gribokka lecheniya qilib bo'lmaydi по-любому sigir bo'lib bolaga o'tkazasizlar buni ham qo'yib yuborur mana shu gaplarimni xohlasa dedim qilib qo'yganda bilasiz o'shaning uchun shunaqa qiladida uxlamaylar sperma bilan ustiga 2 qat bo'lib qolgan qizlar bor u nima bo'ladi keyin uni ichida